Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biza Shavot yo'lining ustundamiz. Shavot yo'lining ustunda juda ajoyib lokatsiyamizda orqamda turgan 200 kvadrat metrli shunday ajoyib joyda hovli joyimiz sotuvga chiqdi yurtdoshlar. 200 metr kvadrat polni yevro remontdan chiqqan. Narxini video davomida aytib o'tamiz. Menimcha narxi sizlarni to'shni qiziqtiradi, chunki bunday narxda, bunday lokatsiyada ko'p odam joy sotmaydi. Chunki dum pul zarur ekan, shuning uchun arzondan arzonga beryaptilar. Bu joyni avval reklam etganmiz, shu narxda qilganmiz, lekin avval vaqti boshqacha edi, hozirgi vaqt boshqacha. Chunki hozirgi nedvijimiz ishi ko'chmas mulkka bo'lgan oshib turgan narxi bo'yicha bu narx menimcha arzon deb hisoblayman. Hozir esa lokatsiyani to'shni tushuntiramiz. Bana bir kamerani qaratib o'tiraylik. Bu ko'rsatib o'tamiz. Shavot yo'lining bo'yini 50 metr. Maktab, bog'cha Şöyle üzündə bu oynayaları aytib turibdi. Səhlavrakda biləmə özüm həm. Yolun arasında da məktəb bilən bağçası var. Yine acayip köçədə joylashgan. Yine uyni fasadına ve köçəni bir vidinə, qonşularını iş qilib bir baxa bərəslə və uyni obzor qılmasımızdan burun yem mərtə aytib ötəmiz yurtdaşlar. Reklamamız mut. Joy satacaq olsanız bemalol pastdagi nomerlərə telefon qılınlar. Biz sizlərə joy satışı yardım berəmiz. Həm bizani kanal fakat uyniyasını koyup reklama kılıp beradi. Hazır esa gittik, joyni bir qator ham biri bilan danıştırib bir göstib chiqamiz. Ana qaranglar, deshani daji rishotkalar qo'yilgan ayna sotiladi deb banda narsa nomerdan bir göstib o'tinglar plakatni. Ina banda zalın aynası rishotkalangan, tepada balkondan bir göstib o'ting, videona qarang. Menimcha bir baho berasizlar, eng menimcha bu narxda narxını aytib o'tamiz. Bu narxda menimcha ko'p odam joy sotmaydi. Bunday joy dedim bo'li. Kanalga gittik. Bir baho beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Girdik. Girgandan rakovinamiz, kafeleştirilgan yerimiz, perdelere baho berasizlar. Endi de garderob qo'yasiz. Hozircha endi временныйmi deyil, ne turibdi ekan? Qarang, bu yerda shitlarina girasiz, charx-charx o'chirasiz, chiqasiz. Keyin dolonni bir lyustrasini, patologini dum high-tech usulida qurilgan ekan, remont etilgan ekan debman, qurilgan ekan deb bir baho berasizlar. Gilamlar ham qimmat gilamdan ekan. Endi bir narsa aytib o'tamiz yurtdoshlar, eshik ham normal sifatli eshiklar qo'yilgan. Qurilisha, sotishga mo'ljallangan uy bilan yashashga mo'ljallangan uyning farqi bo'ladi. Shuning uchun genda novdan qurilgan hammasini birma-bir so'raysiz, rasmlari bor ekan, nishab qurilganini bir yandan so'raysiz. Yana zala yana bir baho beringlar. Meri oppoq, high-tech usulida yana lyustramiz ham dum chiroyli bo'lib turibdi. Perdalari yana joy namoz ham shu yerda to'g'ri kelib, to'g'ri yashab ketaverasizlar bu yerda. Tuzori, mebeli, pastapchasi yana pishikni lekin ikkitadilar ekan. Bu tarafda sanuzelini bir ko'rsatib o'tamiz. Sanuzelni bir baho berasizlar. Tualetina, vannisida, rakovinasi, kir mashinani ham shu yerda joylashtirganlar. Endi har bir uyni yuragi bo'lgan kuxnyani bir ko'rsatib o'taylik. Mebellari qoladi yurtdoshlar. Yana chiroyli deb, uglovoy deb italyanskiy stilda mebel qilganlar. Gaz plitani qarang. Gaz plita 5 li katta bahaybat duxovkasini bir baho berasizlar. Genda uyni hammaga bir baho beringlar. Yolg'on so'zlagan bo'lsam yo bir yeri yomonroq zo'tilgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketasizlar. Bunday emas, chunki uyni ko'p ko'rib yuribmiz. Bunday neto joyi bo'lsa, minusini aytib o'tamiz обязательно. Lekin bu yerda ham meri zo'r ekan. Tashqarida shashlik pishiradigan zonasinacha. Endi ikkinchi etajning obzorini boshlaymiz. Chiqdik ikkinchi etajga. Chiqqandan yana bir zalimiz, keng zalimiz, bu yerda yana bir zalimiz. Bir baho berishlaringizni so'rayman. Zalga girdik. Yine bir spalnyat qo'ydilar ekan, lekin bir zal aslında. Chunki keng, katta, bu tarafda oynasi tashqariga qaragan. Bu taraf esa yine bir baho berasizlar, bir zali, bu taraf zali, keyin balkondan bir baho berasizlar. Qani chiqib ko'rsatali balkondan. Ko'cha manzarasi. Bu tarafda butun 200 kvadratli joylar, bu taraf ham bir qarasangiz Shavot yo'lining bo'yi.
Şimdi balkondan gördüysizler, ban tarafı alınan gösterdiğini obzor kılıp, ban tarafta yine 2 tane 12 kvadrattan yine nesi var? Xanaları bayna. Qarang, ban tarafta bir xonasi, bir qator gösterib o'tali. Remont ham zakonni ideal holatda turibdi. Orqa tarafda oynasi bayna, ortiza ban tarafi toza havo keladigan tarafga qarab turibdi. Даже ikkinchi etajda sanuzel ham bor ekan yurtdoshlar. Sanuzeldan bir baho berasizlar kelganda hamma narsani bir gösterib o'tali. Sanuzel rakovinasi. Endi joyni olaman desangizlar, pastda uynayasiz. Nomer turibdi yurtdoshlar, narxi esa $80,000 deb turibdilar. Bu narxni albatta nausi qoladi, nausi ketadi. Shuni uynayasi bilan bir maslahatlashasizlar, kelishasizlardan to'g'ri notariusga borib hisoblashib, joyni adres o'tirib olasiz. Shuning uchun bu narx kelishiladi deb turibdi. Telefon qilinglar, sotib olinglar. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.